Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va ta'ala va barakatuh. Omonmisiz azizlar? Barchalarimizni Alloh taolo mana bu Zulhijja oylariga yetkazganligi uchun Allohimizga cheksiz hamd va sano shukronalarimiz bo'lsin. Siz va bizlarni uzoqdan ijtimoiy tarmoqlar orqali g'oyibona ham bo'lsa ham kuzatib turgan azizlarimiz, ota-onalarimiz, aka-ukalarimiz, safardagi yoru do'st, birodarlarimiz, onaxonlarimiz, opa-singillarimiz. Hammalaringizni Alloh taolo qilib bergan kasbkorlaringizga Alloh o'zi g'oyib xazinasidan barakotlar ato aylagan bo'lsin. Azizlar, siz va biz birgalikda ancha-muncha ishlarni qildik Allohning izni bilan. Bu masjidimiz ko'pdan beri hammamiz kuzatamiz. O'sha Xorazm viloyati Tuproqqal'a tumani Sulton Sanjar Moziy markaziy masjidi hisoblanadi. Alhamdulillah. Bu bezak ishlari, tashqi ko'rinishlari hammasi alhamdulillah Allohning izni bilan sahih homiylarimiz o'sha mablag'ini ayamagan insonlarimiz sabab ana shu holata keldi. Alloh taolo bu taqvo masjidlaridan bo'lsin, qiyomatgacha bu masjid qoim bo'lib ichida xalqimiz, mu'min musulmonlar ibodat qilishligini o'zi nasib aylagan bo'lsin. Endi shu videoni o'tkazmasdan iltimos bo'ladi. Shuni kuzatib va iloji bo'lsa ko'proq o'sha guruhlarga, ijtimoiy tarmoqlarga tarqatsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Maqsadimiz faqat savob. Inshaalloh ko'rib turgan bo'lsangiz, mana masjidimizning yerto'la qismi hamma joyi bitdi. Qaragan bo'lsak, tagimiz bir yaxshi akalarimiz, tadbirkor akalarimizni homiyligi bilan chiroyli kraska urildi. Kraskadan chiqdi. Endi mana shu maydon 800 kvadrat maydon gilamini qarab turibdi. Bir iltimosimiz bo'ladi. Ana shu gilamni birgalikda ehson qilib, ozmi, ko'pmi, yelkama-yelka durib shunchasini qildik. Ozg'anaqqina joyi qoldi. Shuni birga inshaalloh yaxshi insonlar bilan birga sababchi bo'lib gilamini to'shasak maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki bu inshaalloh Allohning izni bilan yoz ham girib keldik, issiq boshlandi. Bu yerto'la qismiga tushsangiz muzdekkina, salqin. Xudo xolasa tez fursatlarda shu do'shasak, alhamdulillah ana shu namozxonlarimiz, xalqimiz kelib ana shu salqin joylarda ibodat qiladi. Kimdir, misol uchun ota-onasi o'tib ketgandir, yaqini o'tib ketgandir, farzandi o'tib ketgandir, bir sadaqa-i joriya qilsam ekan degan hammaning qalbida bo'ladi. Mana bu siz biz uchun imkoniyat, eng go'zal imkoniyat. Bilamiz, bu yurt Tuproqqal'a tumanidagi xalqi ancha-muncha narsalarga, bu yurtimiz, yurtdoshlarimiz, viloyatimizdagi, respublikamizdagi hamma saxiy insonlar hamma narsaga qodir, alhamdulillah. Toma-toma ko'l bo'lar deymiz. 1000 so'm, 2000 so'm hamma Alloh o'sha qodir qilganicha, qurbi yetganicha ihson qilsak, tez fursatlarda ana shu joyi do'shab inshaalloh ibodat qilsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, Allohning va'dasi bor Rahmon surasida. Ya'ni yaxshilikning mukofoti faqat yaxshilikdir. Albatta biz birni bersak, Alloh taolo o'sha birimizga bir necha barobar qilib beradi. Xuddiki donni bir donasini yerga ko'msak, o'sha bir dondan Alloh taolo bir necha boshoqni, bir necha donni unib chiqarganidek, bizni qilgan bitta ihsonimizga Alloh taolo bir necha barobar ziyodalik bilan bizga inom etadi. İnşallah ana bu sadaqa-i joriya bundan unumli foydalanib qolsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Hammamizni Alloh taolo o'sha yaxshilikda jam aylasin. O'zining jannatida Nabiy alayhissalom bilan birga qo'shni bo'lgan holatda ham jam bo'lmoqligimizni Alloh o'zi nasib aylagan bo'lsin. İnşallah hammamizni
Alloh yaxshiligini ziyoda qilsin. Safarda yurganlarimiz bor, safarlarni bexatar qilsin. Kasbkor qilib yurgan, tadbirkorlik qilib yurganlar, ishlab chiqarish yurgan dehqonlarimiz bor. Hammasining haloldan bo'layotgan kasbkor va ziroatlariga Alloh g'oyib xazinasidan barakotlarni o'zi ato aylagan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va taala va barakatuh.